Yuzdagi osilishlar asosan bo'yindan boshlanishini bilasizmi? Eng yaxshi ko'rgan kremim. Koreyagacha olib keldim va sizlarga ham ko'rsatishni xohlayman. Bu krem tarkibida botulotoksillini bo'lib, yuz va bo'yinlarni ham ajinlarni yoyishga yordam beradi. Ayniqsa ishlaydigan ayollarda nima bo'ladi? Ishlaydigan ayollar charchaydi. Aynan bo'yin qismi qotadi. Bir haftada bir marta, bir oyda bir marta kimdirlar umuman massajlarga borishmaydi. O'shanaqa ayollar uchun eng yaxshisi qizlar, olasizlar-da surtib, mana shu yuzni pastki qismi, yuzga to'liq emas, yuzni pastki qismi, bo'yin qismini 3-4 minut massaj qilasizlar. Shuni o'zida qaranglar, mana men bir tarafimni spetsialni bir tarafimni qildim. Shuni o'zida yuz osilishlar ketadi, polniy tortib beradi. Qo'llaringiz, oyoqlaringiz, qorin qismidagi shishlar bo'ladi-ku, aynan bular uchun ham eng yaxshisi. Qo'lni mana bu zonalari, o'zi polniy badanga ham olib sursa bo'ladi. Mana bu zonalarga olasizlar-da, yaxshilab massaj qilasizlar. Yog'larni ham eritadi. Bilasizlarmi, shishlar, odam shishadi-ku, ishdan charchab kelsa. Shu shishlar sizga ertaga yog' bo'ladi, qizlar. Bu semirishga olib keladi. Mehrison, nimaga siz ozyapsiz deysizlarmi? Meni asosiy ozish sababim birinchidan dieta, yeyishimga juda ham qarayman, ikkinchidan bo'lsa massaj. Qizlar, massaj qilganim uchun ham o'zimni tik saqlab tura olaman va kam uxlasam ham mazza qilib tura olaman, chunki vitaminlarim yetarli va undan tashqari massaj har kun qilaman. Bu krem eng yaxshisi va bizning do'konlardan Soyaloni mana shu kremni topishingiz mumkin. Massajyorsiz krem ham tez kunda keladi.